Yo, WhatsApp mazgilar qanday? Sizlar bilan Xeno. Obunachilar men hozir Omonxon YouTube kanalini ko'rdim. Omonxon Darknet videosini olgan ekan. Obunachilar men ham olishga harakat ko'ribman lekin Omonxon aytdiki, to'g'ri videolar chiqmagan, lekin men Omonxon bilan hozir o'zida gaplashdim. Shu masala ishonmanglar. Shunga gaplashmadim. Kerakchi gaplashdim. Omonxon aytdiki, 3 marta Darknet deb aytsa, biroq qanaqa klon kirish kerak ekan, lekin men buna ishonmayapman. Shuning uchun obunachilar hozir men video olib qilmoqchiman, lekin bu o'xshamasligini bilaman obunachilar. Amayli sinab ko'rish kerak-ku, to'g'ri emasmi? Faqat obunachilar buni to'xtamasdan 3 marta balandroq aytish kerak. Darknet clone kill. Va obunachilar kamda hech nima o'xshamadi. Va menimcha video ham qoldiriladi degan umiddaman. What the Kim obunachilar? Yo, menimcha kimdir hazillashyapti. Yo, o'xshamaydi bu narsa. Bitta qaranglar kim ekan. Obunachilar kim u? Klonmi? Yo, matavara kelibdi. Obunachilar, biraz yeb qo'yam, yazatishga klon matavara kelibdi. Ekran. Kimsan ey? Obunachilar kim bu? Obunachilar kim bu? Shu yerda turibdi. Obunachilar kimsan ey? Ketib o'tdi. Pishdi qol. Obunachilar. Yo. Bu o'xshaganki. Omonxon aka nima qilayan? Omonxon tezda ko'rdim, lekin o'xshamadi deb o'ylagan edim va shoxdami? Shoxda u. Obunachilar cho'ta kuyda ekan u. Cho'ta yo'qdi. Qishloqlar cho'ta naqa ko'rmalaysiz klon? Yo, ko'ryapmiz. Hamma rahmat. Yo! Obunachilar kelibdi. Qo'y, pishdi qo'ymaydi, o'ylalmay yaram. Ana shu yeb qo'ygan menimcha. Qishloqlar bor, klon kelibdi, yoshlilar bor, klon kelibdi, qishloqlar. Men videoga aytmaylar. Qishloqlar o'ldiribdi. Ahashingdan chiqaman. Obunachilar tez o'ldirishim kerak. Qishloqlar o'ldirgancha men tez o'ya qochib ketishim kerak. Galay menga yordam beradi deganda tiqilib qolibdi. Galay tiqilib qolibdi obunachilar. U kelaylik bad o'zi tiqilib qoladi. Galay o'ldirmasin, dashqil klon. Tiqilib qolganki o'ldirmasin deyloyin. Obunachilar klon Yo, obunachilar klon unaqa o'ldiribdi. Obunachilar klon nima o'ldirib ekan-a? Endi nima qilamiz? Bitta qaranglar-chi, maxluq ekanlar. Klon obunachilar qudratliga o'xshab turibdi. Galani o'ldirib olmasa kerak-a? Ana klon desa ot ko'rinibdi. Ilagitchi maxluqchi. Yo, obunachilar. Yo, qoch, yo'qolib elimdan. Obunachilar Galani bilan urolmayapti. Hech qo'lim tushmasin-da, ilohim, men bu yerga kirolmayapman, obunachilar. Obunachilar nima qilaman? Cho'ta turibdi. Ketdimi? Cho'ta ekan. Nima qilasan? Kimsan o'zi? Bog'aga kimligini aytib ket. Galibdi yana. Galatib qo'y. Obunachi cho'ta ismi ko'rinmoqda. Shil ekanman.
Ya yo'qol. Obunachilar meni o'ldirmoqchi. Galemni birovmabdi, maqalli birovman. Obunachilar yordam beringlar. Tezroq meni telefon qilmasam, bunda ham o'q ishi qani. Obunachilar qani? Cho'ta ko'rmoqda, yo'qolanja. Tirzalar ko'rinmoqda. Tirzalar yo'qdi. Yo'q, obunachilar klon ketdi-yu. Oqshomgacha qarab turdim. Insof Bodur qishloq o'zi egallab olmasa kerak. Oqshomgacha shu yerda qarab turdim. Menimcha ketdi. Ko'rinmoqda. Endi uyimga ketaman-da, bular hammasi tishligiga ishonch hosil qilaman. Bu ikkita iflos hech nima qila olmaydi buni. Nima qilmoqchiman? Tixil qo'ying yere. Yana yere tixil qo'ying. Uyim qidaydi endi qo'rqganimdan uyimga hechni chiqarib qo'ydim obunachilar. Karachida hozir uyga ketaman, hammasi tushib yotaman. Chiqib ko'rinmasa bo'ldi boshqa. Obunachilar shotdagan bu. Obunachilar meni ta'qib qilibdi. Qo'g'adir yurib qochib ketibdi. Obunachilar yurib qochib ketibdimi? To'xtanglar-da. Bitta kelib ko'ringlar, uni hali kelishganmiz emasku. Klon qo'ttasan. Baqaga to'xta. Vurma. Sen gapga tushmasanki, to'xta, vurma. Ket do'st bo'laylik. Sen gapga tushmasanki, vurma faqat. Vurma. Gapga tushmasanki, ket do'st bo'laylik. Sen nima kelding? Qidan kelding, maytganma keldingmi? Kallang qimmatchi hech bo'lmasa. Maytganma keldingmi? Endi ketasanmi? Mayyisanmi? Vayda, obunachilar meni yemoqchi. Obunachilar o'zini o'ldiradi, qo'shmasa meni yemoqchi. Och klon. Shu Omonxon bilan bekor gaplashdim-da. Qo'rqitib ketib, ko'rinmoqda o'zcha. Bu bizlar unaqa mashalani qishloqimizga qazilashdi, aka qazilashdim. Shunaqa qo'rqinchli bo'lsa tishma deb chiqadi-da. O'ldiramiz. Obunachilar qo'rqdi ekan, ko'rinmoqda. Qanaqadir ovozda kelibdi obunachilar, klon. Juda qorni ochgan-u. Obunachilar qanaqa ovoz bu? Bo'rina ovozmi? Ayiq kimi nimadi bu? Obunachilar chota klon menimcha ketdi, chunki oqshom o'yin balachaqasi bordir, o'yaga ketish kerak edi. Xotini gaplar, balki oqshom qotda qoldi. Yo'q, shiydik obunachilar, shiydik. Uyima yoshim bo'laman tez qoldi. Qatagili bu to'xtaylar. Qaylar? Klon vurilmoqda obunachilar. Klon shuncha qudratli. Foydalanib qo'shib qolaydi. Klon shuncha qudratli ekan. Jang qilib fight. Yo'q, mana qaraman. Obunachilar meni ko'rib qoldi. Pishti bor. Obunachilar o'zini o'ldiradi bu. Chiqib itab tushib ketish kerak yo'q menimcha. Yo'q, o'ldirasan, hozir vurma. Obunachilar bu yarim qani? U yarim yo'q. Obunachilar
Yo obunachilar. Beko chaqirdim u shotda. Va yana yo'qib qoldi. Hozir uyga ketib aniq uxlayman endi. Yo. Menga qaramayaptimi? Yo, menga qaramay hech ko'rmadi. Yo, keldi. Obunachilar qilish yasashga bo'lar ekan. Qacha ketdi. Obunachilar ko'rmayapti. Yo. Hamma qishloqlarni o'zib chiqarmoqchilar. Obunachilar hamma qishloqlarni o'ldirib chiqyapti bu. Hamma qishloqlarni o'ldirib chiqyapti obunachilar. Va qayerdadir ishlayapti. Vau! Nima qilyapti? Obunachilar nima qilyapti? Meni ko'rmayaptimi? Menga qaramadi. Yo. Obunachilar nima qilyapti? Chiqib yonga tushmas ekanmi? O'lib qolmaydimi ish qilib? Yo, o'lmas ekan, o'lmas kashik. Qani? Salom. Meni o'ldirmoqchimisan? Meni o'ldirasanmi? O'ldirmaysanmi? Kel do'st bo'lamiz. O'ldirmoqchi ekan. Obunachilar o'ldirmoqchi ekan, meni o'ldirmoqchi ekan. Ben shu yerda yurishni o'tiraylik uchun qochib ketaman. Obunachilar shu yerda o'tirdim. Uxlab qolibman, klon kelmagan menimcha. Ertaroq bo'lyapti-yo. Ishqilmay qishloqqa kirishga qo'rqyapman obunachilar. Klon chiqib qoladi yana. Yana klon chiqib qolsa keyin. Obunachilar. O'sha bugunga yetar. Oqshom bilan uxlamadim. Obunachilar. Klon menimcha ketdi. Hech qayoqqa yo'qdi. Kelishim hozir uyimga borib faqat davolaman. Juda charchadim to'g'risi, lekin bu safar klon chaqirmayman menimcha. Ya chaqirsam ham temirli aslaqalar qilishlar bilan kutib olaman. Va juda charchadim. Obunachilar. Hammaga xayr obunachilar, sizlar bilan Qiyno edi. Agar shu videoni ikkinchi qismini chiqishini xohlasangiz, 20 marta like yig'ib bering va Darknet ikkinchi qismi chiqsin ham yozib bering obunachilar. Men Darknet o'xshamagan bo'lsa ham video oldim, lekin Darknet rostdan keldi. Men juda ham hayron qoldim obunachilar. Video yoqqansa obuna qo'yishni unutmang. Videoga like bosishni ham 10 ta sof yangi obunachi 20 ta like va bu videoni ikkinchi qismi chiqadi. Lekin men juda ham qo'rqdim obunachilar, juda ham qo'rqdim. Siz qanday qo'rqqanimni tasavvur qila olmasangiz kerak.